Assalomu alaykum barchamizni kuzatib borayotganlar. Bugun chiroyli to'y bo'lish arafasida Shavlat akamiz bilan birgalikda xizmatdamiz. Shavlat aka bizning muxlislarga bir chiroyli she'rlaringiz bilan isyon qiling aka. Eng avvalo hammaga omad, salom, oilalarga tinchlik, elda bo'lsa, xalqda, cho'ntagida, uyda, kuyda, yo'lda, to'yda bizda bo'ladi. Kimdir xushnud davlatning dongi bilan, kimdir sarxush ibodatli tongi bilan. Odam aziz bu dunyoda ongi bilan xushniyat qil. Senda bo'lsin, menda bo'lsin, Alloh bersin, tilaganing eng avvalo elda bo'lsin. O'z yeringni yomon desang yaxshing qani. Qadriga yet, poyingdagi gul chamanni, shu to'proq-ku aziz qilgan san meni, to'prog'in o'p, dala-dashtu cho'lda bo'lsin, tilaganing eng avvalo elda bo'lsin, elimizda bo'lsin, xalqimizda bo'lsin. O'shanda elning, xalqning farovonligida, cho'ntagining, rizqining barakasining mo'lligida biz ham yaxshi kunda bo'laylik. Hammaga